Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, aziz yurtdoshlar, barchaga go'zal kayfiyat tilagan holda Nurafshon TV telekanali Yurakdan kuylayman dasturining navbatdagi sonini boshlayapti. Barchaga yoqimli tomosha tilab qolamiz. Bu galgi dasturimiz oddiy ko'rsatuv emas, o'zgacha kayfiyatda o'tadi. Sababi bilasiz, ayni mart oyi bayramlarga to'la oy desak bo'ladi. Qolaversa, ularning eng birinchisi 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami va mana shu munosabat bilan barcha ayollarimizni, onalarimizni, singillarimizni telekanalimiz nomidan va qolaversa O'zbekistonning barcha yigitlari nomidan chin ko'ngildan muborakbod etamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Hamisha mana shunday quvnab, baxtdan go'zal yashab yurishingiz tilakdoshimiz. Nima bo'lganda ham ko'zingizdan g'am, alamdan yosh to'kilmasin, faqatgina sevinchdan, baxtdan, quvonchdan yashnab, yayrab, yashab yuravering deya dasturimizni chiroyli qarsaklar bilan boshlaymiz do'stlar. Yurakdan kuylayman dasturining adashmasam 5-soni va albatta Telegram sahifamizga ko'plab yurtdoshlarimiz videolar jo'natmoqdalar. Biz ham ishtirok etsak bo'ladimi? Mana shu ijrolar bo'ladimi deyishyapti. Albatta bo'ladi. Yana bir bora ta'kidlab o'taman. Shu ekraningiz burchagida maxsus QR kod ko'rinish beradi. Mana shu QR kodni skaner qilgan holda Telegram guruhimizga a'zo bo'lasiz va u yerda bugungi dastur haqida fikrlaringiz bo'lsa, bugungi xonandalarimizning ijrolariga qanday baholaringiz bo'lsa, bemalol yozma tarzda yozishingiz mumkin. Bordi-yu, bugun yaqinlaringizning yaxshi kunlari, tavallud kunlari, baxtli onlari bo'lsa yoki 8-mart bilan onajoningizni tabriklamoqchi bo'lsangiz, bemalol mana shu manzilga yozishingiz mumkin. Biz mana shu nomalarni sizning nomingizdan o'z egalariga o'qib eshittirsak, ularni xursand bo'lishlariga ozgina bo'lsa-da hissamizni qo'shsak, o'zimizni baxtli his etgan bo'lamiz va dastur tugagandan so'ng elektron belgisi NTV jonli Telegram manzilimizga esa o'z jonli ijroingizdagi 1 daqiqalik videoni bizga yuborasiz. Biz uni badiiy kengash bilan ko'rib chiqqan holda ma'qul kelsa, keyingi dasturlarga sizni mehmon sifatida taklif etamiz va o'z sanatingizni, o'z ovozingizni albatta jonli tarzda xalqimizga namoyon etishingiz mumkin bo'ladi. Mana shunday gaplar do'stlar va ekraningiz burchagida hozir bizni telefon raqamlarimiz ham ko'rinish beradi. Biz bilan bemalol efirga ulanishingiz mumkin va jonli efirda o'zingiz shaxsan yaqinlaringizni qo'ng'iroq qilgan, sim qoqqan holda tabriklash imkoniyatiga egasiz va yana bir bora mana shunday go'zal imkoniyatlarni, cheksiz imkoniyatlarni faqatgina Nurafshon TV telekanali sizlarga taqdim etadi. Bugun ko'rib turibsiz, ortimda yigitlar emas, go'zal ayollar, ajoyib san'at sohibalari kelishgan. Bayram sonini go'zal tarzda o'tkazib olamiz. Agarda ruxsat bersangiz, men joyimni egallab olsam. Marhamat. Xush kelibsiz deyman. Avvalambor assalomu alaykum barchalarga. Ko'rib turganimdan, uchrashib turganimizdan bag'oyatda mamnunmiz. Sizlarni ovora qilib chaqirdik. Dam olish kunlari bo'lsa-da, aynan tun qismi bo'lsa-da, yo'q demasdan oila, ro'zg'or ishlarini biroz chetga surib bizni taklif qildi deb kelganinglar uchun hammanglarga tashakkur. Boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilamiz ayollarimizga. Chunki ayollarimiz bor, erkaklarimiz go'zal bo'lib yuradi, onalarimiz bor, ularning duolari bilan har qanday balo ofatlar deymizmi, bizni chetlab o'tadi. Mana shunday duogo'y onalarimiz, go'zal singillarimiz, opa-singillarimiz baxtimizga sog'-omon bo'lishsin deyman. Bugun dasturimizda Toshkent viloyatining maqom ansamblini eng mahoratli xonandalari, ajoyib ovoz sohibalari kelishgan. Ulardan birinchilarini suhbatga tortishga men tayyorman. Feruzaxon Ro'ziyeva, assalomu alaykum. Marhamat, mikrofonni olishingiz mumkin. Mana shu mikrofon orqali suhbat quramiz siz bilan. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yurtdoshlarimiz bilan salomlashib olishingiz mumkin. Marhamat. Assalomu alaykum. Qadrli yurtdoshlar, mana bugun biz mana shu ko'rsatuvga Yurakdan kuylaymiz degan ko'rsatuvga taklif qilinganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Qolaversa, jamiki yurtdoshlarimizni, onajonlarimizni yaqinlashib kelayotgan 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan barchalarni chin yurakdan muborakbod etamiz. Oilalaringizga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik, huzur, halovat, farzandlar ardog'ida bo'lib yurishlikni Allohdan so'rab qolamiz.
Salomat bo'ling deymiz. Samimiy tilaklar, niyatlar uchun tashakkur deb qolaman va tabiiyki Toshkent viloyatida ham mana shu bayramga tayyorgarliklar katta bo'lgan, ayniqsa maqom ansamblining tadbirlari juda ham ko'payib ketgan. Mana shu tadbirlardan ortib keldingiz. O'zi qanday yangiliklar bo'lyapti Toshkent viloyatining maqom ansamblida? Toshkent viloyati maqom ansambli juda ham namunali maqom ansambllaridan birinchi o'rinda turadigan ansamblllardan biri. Rahbarimiz G'olibjon Hojiyev va ustozimiz Soyibjon Niyozov rahbarligida biz shunaqangi chiroyli davlat tadbirlarini o'tkazib kelmoqdamiz. Xudoga behisob shukr. Ustozlarimizdan juda chiroyli ta'lim tarbiyalar olib, mana 4 tala qiz ham ko'rib turibsizki, bir-biridan chiroyli, bir-biridan xush ovozlari ham o'zlariga yarashgan bir chiroyli san'atlari bor. Xalqni xizmatidamiz, onajonlarimizni xizmatidamiz. Maqom ansambli tashkil topganda sizni taklif etishganmi yoki birgalikda tashkil etganmisiz mana shu ansambl? Qanday bo'lgan tashkil topishi? Endi 2017-yil prezidentimizning qarorlari bilan maqom ansambllari tashkil etilsin deyilgan. Umuman viloyatlar aro tashkil etilsin deyilgan. Toshkent viloyatida o'zi tashkil etilgan paytida men Navoiyda edim unda. Lekin o'sha yerda Soyibjon Niyozov ustozimiz ko'rib qolib, ovozimni eshitib, ovoz tembrlarimizni eshitib, bizni taklif qilishgan. Sen shu yerda ishlamasang bo'lmaydi. Guruhimizga keraksan. Shunaqa chiroyli ovozing bor. O'stirishing kerak buni, tarbiyalashimiz kerak bu ovozni deb rosa taklif qilganlarga kelganmiz. Shu 8 yil bo'lyapti mana. 8 yil bo'ldi, faoliyat olib borib kelyapsiz. Menimcha, haqiqatda mana shu maqom ansamblida bir-biridan iqtidor egalari, ajoyib ovoz sohibalari yig'ilishgan, ijodkorlar yig'ilgan desak bo'ladi. Uni turli tadbirlarda ko'rib guvohi bo'lganmiz. Ajoyib beqiyos chiqishlar bilan barchani lol qoldirgansiz va albatta milliy san'atimiz boy tarixga ega. Mana shu boy tariximizni, musiqamizni targ'ibotchilar deb atasak ham bo'ladi sizlarni bevosita. San'atga bo'lgan muhabbat o'zi qayerdan boshlangan, Feruz opa? Oilada san'atkorlar bo'lib, men ham davom ettiraman dedingizmi yoki oilada boshqa soha vakillari ko'payib ketib, san'atkor nega yo'q, endi men san'atkor bo'lishim kerak dedingizmi? Qanday bo'ldi jarayonlar o'zi? Meni oilamda umuman san'atkor bo'lmagan. Endi Alloh tomonidan yuqtirilgan bo'lsa kerakki. Xavfli burilish qildingiz siz. Endi shunday desa ham bo'ladi. Lekin juda ko'pchilik qarshiligi bilan. Tabiiyda bu ayol qizlarimiz san'at yo'ldan ketaman desa, qo'ya qol qizim, boshqa sohani tanla deydiganlar ko'p bo'lgan. Sizda ham bo'lgan, a? Keyin qanday ularni yutib chiqdingiz? Endi ovozim yutib chiqdi desam ham. Keyin undan tashqari san'atga bo'lgan sevgim yutib chiqdi desam ham balog'i bo'lmaydi. Qo'ymaganman, ota-onam rosa qarshilik qilsalar ham yo'q, men o'qiyman. Men qo'shiq aytaman, vatanim uchun kuylayman deganman. Ajoyib. O'sha paytlarda shunaqa shijoat bo'lgan, shunchalik darajaga qo'ymagan bo'lsalar ham baribir san'at kollejiga, Navoiy madaniyat va san'at kollejida o'qish kirganman va u yerda ustozlarimga iltimos qilganman. Meni qo'yishmayapti. Direktorlarigacha kirib iltimos qilganman. Meni o'zlari eshitib olganda ular, chunki ko'zlaridan yosh chiqib olgan. Bu maqtanish bo'lib qolmasin, lekin haqiqat bu. Shu Fazliddin Bo'ronov degan ustozimiz bo'lardi. U yerda rahbar edilar. Shu kishi bizni o'qishga qabul qilishdan oldin shunaqa eshitib ko'rib, ko'zlariga yosh kelib, "Sen o'qishing kerak. Sen san'atdan ta'lim olishing kerak, bilishing kerak sen san'atni. Yurtga tanilishing kerak, sanday ovoz borligini bilish kerak" deb rosa shunaqa ilhom berishganda menga. Keyin ota-onamdan ruxsat olishgan ular. Shunaqa qilib, o'zlari ruxsat olib, men san'at kollejini bitirganman, keyin turmushga chiqdim. Ungacha ham qarshiliklar zo'r bo'lgan. Turmushga chiqqandan keyin sekin o'zlari, "Mayli, endi ering ruxsat bersa chiqaver" deyishgan. Endi xo'jayining, turmush o'rtog'ing nima desa shu deb qutulishganda, qaysidir ma'noda ota-onalarimiz o'sha
egasiga topshirsam, Albatta. baxtli bo'lsa, bo'ldi, menga shu yetarli. U yog'iga turmush o'rtog'i nima desa, shuni qiladi deyishadi. Albatta. Va sizni yana bir baxtingiz, turmush o'rtog'ingiz ham sizni tushunib, san'atingizni, Tushunganlari. ijodingizni qo'llab-quvvatlab kelyaptilar. Siz ham emin, erkin ijod qilyapsiz. Juda ham ajoyib ko'rganimizdan xursandmiz. Ana endi bugun ajoyib qo'shiqlar, taronalar jarang sochadi. Feruzaxon Ro'ziyeva bugun birinchi bo'lib Yor istab taronasini ijro etishni xohish qildilar. Biz ham ularni qo'llab-quvvatlaymiz va keling. Siz sahnaga chorlab qolamiz. Feruza Ro'ziyevadan Yor istab, ya'ni Mustaqzot taronasi ekran ortidagi barchani imkon bo'lsa, raqsga chorlab qolgan bo'lardik. Azizlar, bayram bayramday bo'lsin. Qani marhamat. Bağraman hergiz dava istab Ani umri kirami hasrata Bulgay ada istab Yar istab Niçe yurdum adaşı Doğru yoldan bir sarılsam Tutup bilgimni yolga Salsa de bir rahnama istab Yar istab Cahanda hacetiyle tapmadım hergiz dava istab Ya istab Senin gülü tabuldu cahan mülkide payda Ey şu pariza Saldığım işqi başıma külfet salda Kılgıl enge imda Bilmem nesfet adam idi nazı fanide Ey kızlar şena Kıldı meni bir bakış ile husnin yaşayda Cilve kılbi cana Kıldı meni bir bakış ile husnin
Davomli qarsaklar Feruza xonim Ro'ziyeva uchun bo'ldi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ijodingizga, mana shu san'atingizga, sehrli ovozingizga ko'z tegmasin deymiz. Va Feruza Ro'ziyevaning ustozlariga biz ham tashakkur aytamiz. Haqiqatda iste'dod egasini to'g'ri yo'naltirishgan. Agar bordi-yu, yo'q, endi boshqa soha qila qolganda bu kabi ijodkorni qayerdan biz topgan bo'lardik? Va ota-onangizga, turmush o'rtog'ingizga ham bizning nomimizdan rahmat aytasiz. Sizni qo'llab-quvvatlab kelayotganlar uchun, ijodga esa faqatgina omadlar yor bo'lsin deymiz. Davom etamiz suhbatda. Navbatdagi suhbatdoshimiz, mehmonimiz aynan mana shu Toshkent viloyati maqom ansamblining yana bir ajoyib ijodkori, xushovoz xonanda, go'zal ovoz sohibasi Gulbahor xonim Astanova. Assalomu alaykum Gulbahor, xush kelibsiz. Ko'rib turganimizdan juda ham mamnunmiz. Salomlashib olishingiz mumkin. Marhamat. Assalomu alaykum. Rahmat. Mana bizni shu yerdan kuzatib turgan barcha tomoshabinlarga hammalaringizni mana kelayotgan 8-mart Xotin-qizlar bayrami bilan tabriklayman. Barcha mana yurtimizdagi go'zal ayollarimizga sog'lik, salomatlik hamda oilaviy baxt tilab qolaman. Doimo go'zal bo'lib, ochilib, bahordek ochilib, yashnab yursinlar hamma ayollarimiz. Ana gapirishni bilmayman deb shuncha gapirdingizda, qarang, ko'z tegmasin deb qolamiz. Mana shu aytilgan samimiy tilaklar sizga ham hamroh bo'lsin. Bayram bilan sizni ham va oila a'zolaringizni barchalarini qutlab qolamiz. Xush kelibsiz dasturimizga. Sizni Nurafshon TVda yurakdan kuylayman ko'rsatuvda ko'rib turganimizdan benihoya mamnunmiz. San'at olami mana turli qiyinchiliklarga boy. Erkakmi, ayolmi san'atda ayab o'tirilmaydi. Mana shu ayollar uchun eng qiynaydigan jihatlari qaysi deb hisoblaysiz, o'ylaysiz san'atda? Ayollarimiz endi mana oilali ayollarimizga masalan qiyin san'at sohasida ozgina ham oilani eplash kerak, ham san'at sohasini eplash kerak. Shu tomonlama qiyinroq. Mana san'at sohasidagi ayollar deyapsiz-ku, masalan boshqa sohadagi ayollar, shifokorlar deylik, ular ham shifo u yerda tibbiyot sohasini ham eplash kerak. Har bir sohada bor. Albatta, har sohani ham o'ziga yarasha mana qiyinchiligi bor. Ayniqsa ayollarga erkaklarga mazza demoqchisizda, nima demoqchisiz? Shuni ayting menga. Erkaklarga qaraganda ayollar qiynalsa kerak ozgina mana oilaviy tomonlama deyman-da, mana bolalar tarbiyasi ham ayol kishining zimmasida. Mana turmush o'rtog'iga qarab, uni ust-boshini chiroyli tutish ham, oiladagi barcha muammolar ham hammasi mana ayol kishiga bog'liq deb o'ylayman. Shu tomonlama to'g'ri, ayollarimizga ozgina matonat kerak bo'ladi. Albatta, ayollarimizni o'sha sabrlariga gap bo'lishi mumkin emas. Eng sabrli ayollarimiz bo'lishadi, lekin erkak kishi ko'chaga chiqadi-ku. U ko'chada jang qiladi. Siz uyda bolalar bilan jang qilasiz. Erkak kishi yetti-yot tanimagan insonlar bilan jang qiladi. Nima uchun chiqadi? Oilam, ro'zg'orim but bo'lsin, farzandlarim yaxshi yashasin deya ko'chada jang qiladi va uyga qolib o'sha charchab keladi-da. Charchoqni chiqarib yuboradigan bir narsa bor. Bilasizmi shuni men? Ayting, mana sizdan so'rayapman. Nima deb o'ylaysiz? Kim biladi mana ayollarimizdan kim biladi? Ozgina mehr kerak. Mehr. Ozgina tabassum bilan kutib olsa erkakni, yaxshi keldingizmi deb ozgina iliqlik, mehr doim qutqaradi oilani ham. Albatta. Har bir insonni ham mehriga iliqlik olib keladi mehr. Albatta. Mana shunday tinch oiladansiz deb bemalol ayta olaman, chunki siz ham erkin ijod qilyapsiz. Turmush o'rtog'ingiz menimcha sizni ham qo'llab-quvvatlab. Albatta, qo'llab-quvvatlamasa shu san'at sohasida yurarmidik? Albatta. Bugungi kunda faqatgina maqom ansamblida faoliyat olib boryapsizmi yoki erkin ijod qilyapsizmi, mualliflik qo'shiqlar yaratyapsizmi? Erkin ijodkorman. Hozirda ham ijod qilib boryapman, imkonim boricha. Hozir yosh bolalarim borligi uchun iloji boricha harakat qilib turibmiz. Ustozlaringiz kimlar? Sizga shu ko'p mehnat singan, ovozingizni o'sha to'g'ri yo'lga qo'yishda, yetuk san'atkor bo'lishda qaysi ustozlarning mehnati ko'p singan sizda? Ustozlarimiz bor, albatta. Konservatoriyada meni ustozim Nodira Pirmatova bo'ladilar. Keyin Muhabbat Solihova, keyin Mahfuza Karimova degan ustozlarim bor. Ular hozirda ham shogirdlari ko'p, faoliyat yuritishadi konservatoriyada.
mani ham ular o'qitishgan vaqtida. Ular qo'ldan mana ta'lim olib, bilim olib shu darajaga yetganmiz. Ularga mingdan ming rahmat deb qolaman. Bayram bilan tabriklayman ularni. Ustozlarimdan juda ham minnatdorman. Ajoyib. Mana shunday ustozlarni eslab o'tgan shogirdlardan Alloh rozi bo'lsin deymiz. Ijod yo'lingiz sizniki ham porloq bo'lsin. Ana endi suhbatni ko'p ham cho'zib sizni qiynamoqchi emasman. Albatta quruq qo'l bilan emas, ya'ni musiqiy sovg'alar bilan kelgansiz. Marhamat, sahnaga chorlab qolamiz. Gulbahor Asanovadan birinchi bo'lib Na'tlarman taronasini tinglab o'tamiz. Undan keyin yana suhbatni davom etamiz do'stlar. Bizdan uzoqlashmang. Eng go'zal qo'shiqlar, taronalar sizni kutmoqda. Gulbahor Asanovadan Na'tlarman taronasi. Marhamat. Pencereden moyil bakan yar qaro yüzlerin Na'tlar menden şirin canım işkıtına yakan yar qaro yüzlerin Na'tlar menden canım qaro yüzlerin Na'tlar menden şu qaro yüzüne bende bulayım ben senden ayrılayım hayga borayım ben bir tılazık sende qalayım yar qaro yüzlerin Na'tlar menden canım qaro yüzlerin Na'tlar menden Sahar erta turib baksam har yana ben yarını görmesem qolar armonda qaydin ko'zim tushdi qoldim hayron yar qaro yüzlerin Na'tlar menden canım qaro yüzlerin Na'tlar menden gözlerin celladır alar canımni kipriging neyzedir töker kanımni sen sorasan ben bireyim canımni yar qaro yüzlerin Na'tlar menden min gülni ko'nglidan qolmas gumoni bulbulning dastidan gulning dumoni sayotxon hamroni fikru hayoli yar qaro
gözlerin Netler menden Canım kara gözlerin Netler menden bilan olqishlab qo'yamiz. Tashakkur aytamiz ajoyib ijro uchun, go'zal tarona uchun. Aziz do'stlar, siz Nurafshon TVda Yurakdan kuylayman dasturini jonli tarzda tomosha qilyapsiz va mana shu dasturda ishtirok etish niyatida o'tirgan yurtdoshlarimiz bo'lishsa, ekraningiz burchagida ko'rinib turgan maxsus QR kodni skaner qiling, bizning Telegram guruhimizga a'zo bo'ling. U yerda bugungi ko'rsatuv haqidagi fikrlaringizni yozib, bemalol nomalar bo'lsa, ularni ham yozishingiz mumkin bo'ladi. Biz ularni albatta sizning nomingizdan o'qib eshittiramiz va dastur tugagandan so'nggina elektron belgisi NTV jonli Telegram manzilimizga esa o'z jonli ijroingizdagi 1 daqiqalik videoni bizga yuborasiz. Biz uni ko'rib chiqamiz. Ma'qul keladigan bo'lsa, dasturimizni keyingi sonlarda sizni mehmon sifatida taklif etgan holda san'atingizdan bahramand bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Davom etamiz suhbatda. Maqom ansamblini o'sha bir jarayoni qiziqda. Menga Feruz opa, masalan, bir qo'shiq beriladi. Mana shuni kuylashimiz kerak deyiladi-ku, jamoa bo'lib. Ovoz yozish jarayoni qanday kechadi? Qo'shiqqa qancha vaqt tayyorgarlik ko'rasizlar? Maqom ansambli xonandalari. Maqomlarimiz asosan sho'balardan iboratda, taronalari bilan birgalikda ijro qilamiz. Bu taronalari bilan ijro qilganda 16-20 minutlik qo'shiqlar. Ularni endi ijro qilish uchun birinchi yaxshilab repetitsiya qilamiz. Biz bir oy, 2 oy, 1 yil ham vaqtimiz ketadi. Chunki shunaqa katta asarlarda ham bir-birini his qilib aytish kerak bu yerda. Shunchalik bir-birimizni his qilib aytishimiz kerak. Ustozlarimiz o'rgatishadi bizga. Forto, piano degan joylarga e'tibor qilib, juda chiroyli kuylash uchun. Ansamblda umumiy necha kishi? Ansamblda почти 35 ta, 36 ta. 35 ta. Qarang, 35 ta deylik, xonanda aytayapti-da bir asarni, katta asar aytayapti-da. Shu o'rtada turgan qaysi biridir aytmayapti-da. Shu seziladimi yo sezilmaydimi? Seziladi. Ustozlar hammamiz shunchaki og'iz qimirlatib, endi 35 ta inson orasida uni ovozi bilinmay ketsa kerak, yo seziladimi? Seziladi. Seziladi. O'zi bo'lganmi shunday holatlar? Bo'lgan. Kimda bo'lgan? Meni o'zimda bo'lgan shaxsan. O'z nishonni to'g'ri olibman-da men. Sezib qolishganmi keyin ular qanday bo'lgan jarayon? Endi ba'zi paytda bo'ladi shunaqa ovoz ishlamaydi. Shamollab qolgan paytlar bo'ladi. Unga lekin ruxsat berishadi o'zlari. Aytmay tursang ham mayli. Ruxsat berishadi o'zlari. Chunki ovoz qiynash mumkin emas. Nozik bo'ladi ovoz. Mana sportchilarga murabbiylari o'sha kunlik taomlarni tuzib berishadi-da. Mana shuni iste'mol qilsang, ortiqcha vazn yig'maysan, kasal bo'lmaysan, betob bo'lmaysan deyishadi-da. Xonandalarga rahbarlar qanday maslahatlar berishadi? Nimalar yeyish mumkin, nima yeyish mumkin emas? Qanday o'sha taomlar deymizmi? Ovozga zarar keltiradi, qanday turi foyda? Endi hamma narsa iste'mol qilaverasiz odatda. Lekin iloji boricha muzday narsalardan yiroq yurishimiz kerak. San'at ahli iloji yo'q. Ovoz kerakmi? Shuni ketidan rizq topamiz-ku. Menimcha achchiq o'sha qalampirlar ham. Muzday narsa yemaysiz, achchiq qalampirlar yemaysiz. Endi yeydi kimdir o'ziga yarasha. Keyin iloji boricha shu ba'zilar aytadi, ovozni zo'r qilish uchun tuxum yutish kerak ekan. Mana shu gap rostdan bormi o'zi? Gap aytishadi. Endi shuni ochiqlab o'tmoqchiman sizga. Marhamat. Kim aytdi shuni? Avazoxon aytdi. Agar hamma tovuqlar anaqa tuxumdan agar ovoz ochilib ketganda tovuqlar xonanda bo'lib ketardi degan. Lekin noto'g'ri-da bu qarash. Bu narsa noto'g'ri. Asosan shu dam bersangiz, qachonki ovozga dam berib yaxshi uxlaganingizda shunaqa chiroyli chiqadi ovozingiz. Va undan tashqari ko'proq sut ichish kerak. Sariyog'li sut ichsangiz, ana u umuman boshqacha chiroyli qiladi ovozni. Bizning mani ustozlarim, masalan, Soyibjon Niyozov, Navoiydagi ustozlarim mana shunaqa o'rgatishgan. Undan tashqari shu dam yaxshi. Keyin ba'zi hollarda o'sha ovoz uyg'onmadi hali, uyg'onmabdi deyishadi. Uni uyg'onish vaqti qanaqa o'zi? Necha soat uxlaydi ovoz? Shular haqida ham ayting qani. O'sha kechqurun 10-11 da o'sha odatiy holda hamma uxlaymiz-ku. Mana shunaqa holatda o'sha ovoz ham uxlashni boshlaydi.
ovozim uxlashni boshlaydi. Ertalab soat shu 10 larga yaqin уже sekin ochilib boshlaydi. U raspevka orqali juda chiroyli qilib ochib olasiz. Atak ko'p o'zingiz azob bermasangiz. Bugun afsusdaman, ovozinglar biroz kechroq uxlaydi. Hali soatimiz 21:00 bo'libdi. Hali uyg'oq, hali dadil desak bo'ladi. Yaxshi qo'shiqlar eshitamiz. Rahmat qiziqarli javoblar uchun. Ajdar davom etamiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz o'sha katta loyihalarda ishtirok etib, barchaning mehrini qozongan Sharob taronasini ijro etganda barcha lol hayron qolib, mana bor ekan-ku O'zbegimni go'zal qizlari, san'atkorlari deyishgan Sevara xonim Jo'rayeva. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rahmat. Yurtdoshlarimiz bilan salomlashib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum barcha aziz yurtdoshlarimiz, mana shu ko'rsatuv muxlislari va yurtimizni barcha xotin-qizlarini kirib kelayotgan 8-mart xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Mana shu tilaklarni biz ham sizga yo'llab qolamiz. Bayram muborak bo'lsin. Yil davomida mana shu bayramona kayfiyat hech qaysi biringizni tark etmasin deymiz. O'sha ko'rdik, ijtimoiy tarmoqlar videolar keng tarqaldi, o'sha ijroingiz va mana shu tanlovni ijodingizda deymizmi, o'rni qanday bo'ldi? Qanday burilishlarga sabab bo'ldi? 2015-yilda birinchi bo'lib Yulduzcha loyihasida qatnashgan edim. Payt maktab o'quvchisi bo'lib berardim. Mana o'sha televizion ko'rsatuvda chiqib, ancha o'zimga tajriba orttirdim. Va mana shu artist loyihasida ham qatnashmoqchi bo'lmaganman. Va shuni ham aytib o'tay. Dugonam menga taklif berib qolgan, shu loyiha artist loyihasi bo'ladi, boraylik birga kastingda ishtirok etaylik deganda, yo'q, men bormayman, qatnashdim. Sababi baribir juda katta mas'uliyat. Siz shunda o'zingiz mas'uliyatsizmi? Yo'q, mas'uliyatsiz emas. Juda katta mas'uliyat bo'ladi, baribir qo'rquv bo'ladi. Televizion loyiha, baribir ustozlar, hay'at a'zolari bo'lib o'tirishadi. Shu sababdan nimagadir qatnashgim kelmagan. Tinchgina yuray deydigan sal dangasar odatim bor. Tinchgina yuraman dedim, keyin kastingga bordik. Borganimizda ikkalamiz qatnashdik. Men u bilan sherik bo'lib borib, birdaniga meni olib kirib ketishdi. Kastingda ishtirok etasiz deb va shundan beri dugonangiz bilan gaplashmay o'tgan bo'lsangiz kerak. Yo'q. Gaplashtirsin. Birdaniga o'sha loyiha Alloh nasib qilgan ekan, o'tdik va ishtirok etdim shu loyihada va men juda ham xursandman shu loyihada qatnashganimga. Yaxshi ham qatnashibman, qatnashmaganimda afsuslanardim deyman-da. Menga juda ham o'sishimga, sahna madaniyati baribir ko'plab ustozlardan maslahatlar, o'gitlar oldim. O'sishga baribir ko'p tomonlama menga foyda bo'ldi. Qatnashgan. Shu bolalikda qaysidir vaqtlarni o'yin qaroqlik bilan o'tkazadi baribir inson. Sizda qanday bir achinish bo'ldi? O'sha paytlar mana shuni qilganimda shunaqa bo'lmasa edi. Menda hech qanaqa achinish bo'lmagan. Sababi 2010-yilda Yangi avlod bolalar festivalida qatnashib, Grand Prix sohibasi bo'lganman va 2011-yilda 4-sinf paytimda Toshkentga shu Uspensky nomidagi musiqa akademik litseyga qabul qilinganman grant asosida. Va bolaligim bo'lmagan. Hammasi ko'rik tanlovlar bilan, sinovlar bilan o'tgan. Albatta. Endi o'qish juda ham qattiq Uspenskiyda. Shu sababli faqat kunimiz o'qish bilan o'tgan. Bular baribir o'z samarasini beradi, mevasini beradi va o'sha ko'rik tanlovda katta bir asarga qo'l urgansiz, Sharob taronasini kuylagansiz. Bu uncha inson kuyla olmaydi, lekin siz qat'iyat bilan mana shuni tanladingiz. Nima sabab bo'ldi? Kimdir maslahat berdimi yo o'zingiz? Meni yo'nalishimga tushgan. Baba maqomda o'qiganman. Estrada yo'nalishida ham qo'shiqlarni ijro etamiz, lekin sahnada ko'plab qo'shiqlarni ijro etdim, lekin shu Sharob qo'shig'ini ustoz Yulduz Usmonovaning qo'shiqlari va ulardan keyin ustozim Yulduz Turdiyeva ham ijro etganlar. O'zim sevib ijro qilardim. Lekin ko'pincha qo'shiq tanlashimizda mana shu artist loyihasining prodyuseri Jozef aka bizga tanlash berardi. Va menga yo'nalishimni o'zgartirib, boshqacha bir qanaqadir yo'nalishda chiqib ko'r, o'zingni boshqa qirralaringni ko'rsat deganda, iltimos bir safar Sharobda ayta qoling deb shuni ishlaganmiz.
endi oldindan eshitib yurardim, o'zim yaxshi ko'rib, his qilib aytganman-da, endi balkim shunga yaxshi ijro bo'lgandir deb o'ylayman. Bu qo'shiqni o'sha sizning ijroingizda hali tinglamagan insonlar, muxlislar bo'lishi mumkin. Hozir ularga mana shu baxtni taqdim etish arafasidaman. Aziz do'stlar, ekran qarshisiga yaqinroq o'tirib oling. Boisi Sevara Jo'rayeva aynan mana shu sharob taronasini hozir sizlar uchun taqdim etadilar. Marhamat, sizni sahnaga chorlab qolamiz va yana bir bor barchaga xayrli oqshom, maroqli tomosha tilagan holda navbat Sevara Jo'rayevadan Sharob qo'shig'i. Marhamat do'stlar, davom etamiz. Butunum qarov istar, hicronlar aro istar, ko'ngilni balov istar, ishqingni sharob eting, jonimga azob eting. Kuylar kuydiranda, sog'inch qiladur hamda, mash'al yonadur tanda, ishqingni sharob eting, jonimga azob eting. Shirdek bir yurak bilan, yulduzdek bir dard bilan, sultondek bir mard bilan, ishqingni sharob eting, jonimga azob eting. Yulduzni asir etdim, ko'zlarim basir etdim, bilmamki qayon ketdim, ishqingni sharob eting, jonimga azob eting. Shirdek bir yurak bilan, yulduzdek bir dard bilan, sultondek bir mard bilan, ishqingni sharob eting, jonimga azob eting. Shirdek bir yurak bilan, yulduzdek bir dard bilan, sultondek bir mard bilan, ishqingni sharob eting, jonimga azob eting. Ishqingni sharob eting, jonimga azob eting. Aziz do'stlar, dasturimiz davom etadi. Eslatib o'tamiz, siz Nurafshon TV telekanalida Yurakdan kuylayman dasturini a'lo kayfiyatda tomosha qilyapsiz degan umiddaman, chunki hozirgi daqiqalargacha bo'lgan ijrolar menga ma'qul bo'ldi, sizga ham menimcha ma'qul bo'ldi. Hadayotgan bo'lsangiz, fikrlaringizni mana shu ekraningiz burchagida ko'rinib turgan maxsus QR kodni skaner qilgan holda Telegram guruhimizga a'zo bo'ling va nomalar, tilaklar, ijrolarga bahorlar bo'lsa, mana shu yerga yozsangiz biz har birini o'qib eshittiramiz. Undan tashqari elektron belgisi NTV jonli Telegram manzilimizga esa o'z ijroingizdagi 1 daqiqalik videoni jo'natasiz, biz uni ko'rib chiqamiz badiiy kengash bilan. Albatta, ma'qul kelsa, ko'rsatuvimizni keyingi sonlarda sizni ijodkor sifatida, mehmon sifatida taklif etgan holda ijodingizdan, san'atingizdan bahramand bo'lamiz. Mana shunday imkoniyatlarni qo'ldan boy bermaysiz degan niyatdamiz va bugungi mehmonlarimiz ajoyib go'zal ayollarimiz, Toshkent viloyati maqom ansamblining serqirra ijodkorlari, xonandalari bo'lishyapti. Ulardan navbatdagi suhbatdoshim go'zal, ajoyib xonanda Dildora xonim Esonaliyeva. Assalomu alaykum Dildoraxon, xush kelibsiz. Ko'rib turganimizdan mamnunmiz. Siz ham boshqalar kabi salomlashib olishingiz mumkin.
Assalomu alaykum, qadrli barcha ijodkorlar hamda mana shu yurakdan kuylayman ko'rsatuvi orqali bizani tomosha qilib turgan barcha yurtdoshlarimiz. Kirib kelayotgan 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan barcha go'zal onajonlarimizni, opalarimizni, singillarimizni chin qalbdan tabriklab qolamiz. Ilohim har doim chiroyli bo'lib, go'zal bo'lib, baxtli yashashda davom etinglar. Albatta, mana shu samimiy tilaklarni sizga ham yo'llab qolamiz. Bayram muborak bo'lsin. Hamisha mana shunday yayrab, yashnab, ijod qilib yuravering deymiz. Mana dasturimizni tomosha qilyapsiz. Suhbatlar bo'ldi, ijrolar bo'ldi. Qanday baholaysiz? Bir qo'rqinchli ko'rsatuv emas, to'g'rimi? Yaxshi, samimiy tarzda davom etyapti-ku, to'g'rimi? Albatta, juda ham samimiy, qolaversa jonli efirda tabiiy olib borilayotgan ko'rsatuv. Maza qilaman, men masalan. Mana, qo'rqmayaptilar. Muhimi yaxshi ketyapti. Mana shunday sizlarga ham kuch tilab qolaman. Xo'sh, Dildoraxon Esanoliyeva, siz ham mana shu ansamblda qancha oydan beri faoliyat olib boryapsiz? Shu tashkil etilgandan buyon bormisiz yoki sizni taklif etishdimi? Men mana shu maqom ansamblimiz 2018-yil 1-may kuni tashkil qilingan bo'lsa, o'sha kuniyoq o'sha imtihon orqali Saraxbori Navo maqomini kuylab, ikkita qiz, ikkita yigit bo'lib kuylab, o'sha kuniyoq ishga olinganman. Va shundan beri tark O'sha kundan buyon, xudo xolasa 8 yil bo'ladi, may oyida ishlab kelyapman. 8 yil bu ozmuncha muddat emas-da. Ba'zi insonlar bir joyda 1-2 yil faoliyat olib borgandan keyin zerikadi yoki nimadir xalaqit beradi, o'zgartiradi. Mana shu ansamblning qanday sehri borki, sizni ushlab turibdi, ketmasdan o'zini ushlab turibdi. Avvalo bu ansamblda juda ham qadrli ustozlarimiz, qadrli bir aka-singillarimiz borki, shularning hurmati, mehri, ishimizga bo'lgan mehrimiz, o'sha maqom san'atiga bo'lgan mehrimiz ushlab turibdi albatta. Bu yana qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsam, bu ansamblda o'sha tashkil topishida, qolaversa o'sha yuksalishida juda ham katta rol o'ynaydigan ustozlarimiz, rahmatli o'zimni shaxsan ustozim, hatto o'sha oliy dargohda ham tahsil olgan ustozim, rahmatli O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, dotsent. Qolaversa shaxsan men uchun maqom san'atining pirlaridan bo'lgan rahmatli ustozim O'lmas Rasulov. Mana shu ustozlardan saboq oldingiz va mana shu saboqlarni bugun amaliyotda ishlatib kelyapsiz, yutuqlarga erishyapsiz deb ayta olaman. Ijod yo'lingiz porloq bo'lishini tilab qolamiz. Bugun mana shu musiqalarning ichida sizni asarlaringizni ko'rib xursand bo'ldim, chunki O'zbegimni o'lmas asarlari merosi desam bo'ladi. Tanovvor qo'shig'i bor ekan, ulardan hozir eshitmasak bo'lmaydi. Sizni sahnaga chorlab qolamiz. Albatta, marhamat. Onajonlarimiz, ayollarimiz juda ham yaxshi ko'rishadi ushbu qo'shiqni, Tanovvorni. O'zbegimni xalqini yaxshi kunlari, to'ylari ham bu qo'shiqsiz o'tmaydi. Ekran ortidagi barchani raqsga chorlagan bo'lardim. Televizor ovozini baland qiling va Dildora Esanoliyevadan Tanovvorni tinglab, raqsga ham tushish imkoniga egasiz do'stlar. Marhamat. Oh
ofaring tasanno gap bo'lishi mumkin emas. Sizni ham ijodingizga va ovozingizga aslo ko'zlar tegmasin deymiz. Tanovvor qo'shig'ini mahorat bilan ijro etdingiz. Menimcha ekran ortida barcha ayollarimiz, onaxonlarimiz bugun bayram kelinglar o'ynaymiz deb oilaviy raqsga ham tushib olishdi. Ana endi o'tirib olishingiz mumkin, suhbatda davom etamiz. Mana shu ansamblni o'sha yuqorida birinchi bo'lib suhbatlashgan ijodkorim Feruzaxon Ro'ziyeva bilan yana suhbatga qaytamiz. Boshqa yo'nalishlarda ham ijod qilasizmi Feruzaxon? Maqomdan, klassikadan boshqa estrada deymizmi, jahon estradasi deymizmi? Albatta. Boshqa o'zi aslida estradaga topshirmoqchi bo'lganman-da o'qishga. Lekin meni yo'q, sani ovozing maqomga tortar ekan deyishgan. Shuning uchun maqomga o'qishga kirganman. Undan tashqari ham lekin estradniy qo'shiqlar, hamma san'atkorlarning qo'shiqlarida aytib bilamiz, aytamiz. Maqomni kuylagan estrada qo'shiq nima bo'pti? To'g'rimi? Shunga o'xshab, undan tashqari jahon klassikalaridan ham aytamiz. 2011-yilda shu Fransiyaga borib kelganmiz. Fransuzcha qo'shiq aytganman. Undan tashqari ham o'zi Edith Piaf fransuzchadan hozir bir to'rt-qator xirgoyi eshitsak qanday bo'ladi? So'zlari esingizda bormi? Xirgoyi o'tirgan joyingizda bir to'rt-qator bo'lsa ham. Shu Fransiyaga borganlarni eslab. Qani marhamat. Juda chiroyli davrlar edi. Cette heure qui m'effsade jour et nuit. Cette heure n'est pas née d'aujourd'hui. Il vient d'osser l'emploi joyeux, traîné par 100 000 musiciens. Un jour, cette heure me rendra folle. 100 fois j'ai eu lieu de pourquoi. Mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours à moi. Et sa voix courait ma voix. Padam, padam, padam. Il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam. Il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montrait du doigt. Et je traîne après mon commandeur d'heure. Cet air qui s'étouffe par cœur. Bravo, gap bo'lish mumkin emas. Sizni ko'rmagan inson fransuz kelib kuylayaptimi ham deb o'ylab qoladi. Buni so'zlarni yodlash, o'zi bilasizmi fransuzcha? Yo'q, faqat mana shu qo'shiq uchun maxsus o'rgandingizmi? Albatta. Maxsus o'rgandim. Maxsus o'rgandingiz. Chunki ustoz oldik. Bir hafta davomida tinimsiz buni ustida ishladik. Talaffuzlari ustida ham ishladik. Shuning uchun ham yodda qolib ketgan, qarang. Bo'lmasa qachon esdan chiqardi? Ajoyib ijro. Mualliflik qo'shiqlar ham yaratyapsizmi, qilyapsizmi mualliflik? Albatta. Hozirgi kunda ikkita mualliflik qo'shig'im уже bitay deb qoldi. Uni ham yaqin orada, xudo xolasa, xalqimizga taqdim etamiz. Hamkorlik kimlar bilan bo'lyapti? Qaysi ijodkorlar bilan hamkorlik qilyapsiz? Endi familiyalarini bilmayman. Ismlarini bilasizmi? Taniysizmi ishqilib ularni? Taniyman. Xorazmlik bir Sherzod og'a degan og'a bor. Shu kishi bilan birgalikda ishlayapmiz. Qaysi mavzularda bo'ladi premyeralar? Ozgina ochiqlab ketsak, muxlislarga, menimcha tinglovchilarga. Asosan sevgi meniki. Men chunki hammani sevaman, o'zimni ham sevaman, hammani sevganim uchun faqat sevgi haqida. O'sha sevgi, muhabbat to'la tabassumlaringizdan sezilyapti. Ko'z tegmasin deymiz va sizni yana bir bor sahnaga chorlashni istagan bo'lardim. Boisi ajoyib bir tarona Laling ayon qo'shig'i sizni kutib turibdi. Hozir qachon chiqib meni Feruzaxon ijro qilar ekan deyaptilar. Marhamat, sahnamizga muntazir. Bu qo'shig'imiz Navoiy g'azaliga mansub. Laling ayon o'zi aslida ustozimiz Zulayho xonim Boyxonova ijro qilganlar. Shu yo'nalishda aytib beraman. Marhamat. Bu bizga ham va tomoshabinlarimizga ham qiziq bo'ladi. Sahnamiz sizga muntazir aziz do'stlar. Bizdan uzoqlashmay, yaxshi kayfiyatda go'zal qo'shiqlar bilan davom etamiz. Ham qo'shil taqli
xursand bo'ling, gap bo'lishi mumkin emas. Feruzaxonim Ro'ziyevadan Laling ayon qo'shig'ini tingladik va tabiiyki sezib turibsiz, ustozlar nafasi bor qaysidir ma'noda. Mana shu nafas sizni tark etmasin deymiz. Bugungi kunda sizni kuzatdik ijtimoiy tarmoqlarda ham. Xalq xizmatida hozir-u nozirsiz, doim kamarbastasiz, xalq xizmatida ham bo'lmoqdasiz. Shu bois sizga bir qiziqarli savolim bor. Qarang. Bir oy har kuni lag'mon tayyorlash yoki bir oy har kuni tekinga to'yga chiqish, qaysi birini tanlaysiz? Tekinga to'yga chiqaman. Lag'mon tayyorlashdan nega ko'p lag'mon qilasizmi deyman deydi. Yo'q, ko'p lag'mon qilmayman, lekin men shunchalik darajaga qo'shiq kuylashni yaxshi ko'raman. Negaligini bilmayman. Lag'mon tayyorlatganda ham qo'shiqlar kuylaydi. Da, u обязательно bo'ladigan narsa u, lekin asosiy men xalqimiz bilan ishlashni yaxshi ko'radigan insonman. Bilmayman nimaga. Odamlarni yaxshi ko'raman. Juda ham yaxshi aziz do'stlar, kimda kim to'y qilmoqchi bo'lsa, mana bir oyga tekinga chiqishga ko'ndirib qo'ydim. Yo'q, endi o'zingizlarning ishinglar, raqamlarni dastur so'ngida olib bemalol to'ylarga chaqirib, to'g'rimi? Bemalol. Va'da. Telefon qilaveringlar. Juda ham ajoyib. Nechiligini aytmayman deydi. 93lik 322 9258. Aytamiz. Aziz do'stlar, mana shunday kayfiyatda dasturimiz davom etmoqda, ko'rib turibsiz. Bugungi mehmonlarimiz juda ham quvnoq, ayollarimiz ko'z tegmasin deymiz va suhbatga qaytar ekanmiz. Gulbahor xonim Astanovadan savollarga javob berishlarini so'ragan bo'lar edim. Har bir insonni to'g'ri ustozi bor. Shu qo'ldan yetaklab mana shunga amal qilsang katta yutuqlarga erishasan deydi. Lekin insonni baribir o'zi uchun g'oyibona ustozi bo'ladi-da, havas qiladi. Garchi ularga yetisha olmagan bo'lsa-da, uchrasha olmagan bo'lsa-da, havas qilib ularga o'xshab ijod qilgisi keladi. Shunday insonlar bormi sizda hayotingizda yoki ijodingizda? Ha, albatta bo'lgan. Uchrashmagan bo'lsak ham shu yuragimdan shu ayol bilan uchrashsam, ozgina suhbatlarni olsam degan xayollar o'tgan. Nodira Qobulova degan ustozlar bo'lardi. Ular hozir olamdan o'tganlar. Joylar jannatda bo'lsin. Juda ham ularni ijodini yaxshi ko'rganim uchun yoshligimda ham, mana student paytimda ham eshitib yurardim-da ashulalarini. Shu uchun istak bo'lgan, shunday orzu bo'lgan ko'nglimda. Qizlarni borib ko'rganman, o'zlarini ko'ra olmagan bo'lsam ham qizlarni borib ko'rganman. Qaysi jihatlarini olib qolishga harakat qilgansiz ularni? Ular o'zi san'atkor bo'lish, san'atni olib keta olgan matonatli, bir jasoratli ayol bo'lganlar. Ham oilani, ham san'atni tengma-teng birdek olib keta olganlarda. Shu tomonlariga havas qilardim. O'zimga nimadir olganman, masalan. Yana juda aytaman desam jihatlari ko'p u kishini. Juda ham yaxshi, ana shu ustozlardan bilganlarini o'rganib, o'zi o'sha uyalmasdan so'ragan inson yutadi-da doim. Ba'zi insonlar so'ragisi keladi, uyaladi, biroz iymanadi, lekin shu so'rab o'rgangan olim bo'ladi deyishadi. Mana shu amalni davom ettiryapsiz. Qaysidir vaziyatlarda san'at menga emas ekan, boshqa ish qila qolaman degan jihatlar ham bo'ladimi, joylari ham? Ha, shunday bo'lgan. Siqilgan paytlarimda, nimadandir siqilgan paytlarimda, masalan, bekor shu kasb tanlagan ekanman deb degan xayollar o'tganda. Siqilganingizga san'at aybdor bo'lganmi, shunday bo'lgan? Ba'zi insonlar siqilganidan qo'shiqlar aytadi, ba'zi insonlar sizni boshqacha ekan. Lekin yo'q, siqilganimda bir qo'shiq eshitib olsam, lekin kayfiyatim ham ko'tariladi. Bu tomonlama ham. Tibbiyotda ham bugun bor, musiqa terapiyasi bor. Musiqa terapiyasi bor, albatta. Shu musiqa ham insonni davolash xususiyatiga ega, juda ham katta xususiyatga ega. Ayniqsa men ham shunday hollarga tushganman. Juda siqilsam bitta o'ynab ham ketaveraman. Yaxshi qo'shiq bo'lsa, yaxshi ijro bo'lsa, o'yinga tushib ketaveraman ham. Balkim hozir bizni tomosha qilib, siqilib qolgan insonlar bo'lishi mumkin-da. Keling ularni shu davolaymiz. Sizni qo'shig'ingiz orqali, sizni ijroyingizdagi ajoyib tarona orqali sahnaga chorlab qolaman sizni.
Gördüm yüzünü divana buldum. Akli huşumdan begana buldum. Gördüm yüzünü divana buldum. Akli huşumdan begana buldum. Tortib jafoni o'lsam yo'lingda topolmay hargiz mardona buldum. Tortib jafoni o'lsam yo'lingda topolmay hargiz mardona buldum. Gördüm yüzünü divana buldum. Akli huşumdan begana buldum. Gördüm yüzünü divana buldum. Akli huşumdan begana buldum. Kevser şarabi yadımga gelmez. Lali lebinden mastana buldum. Mastana buldum. Mastana buldum. Mastana buldum. Ben mastana buldum. Gördüm yüzünü divana buldum. Akli huşumdan begana buldum. Gördüm yüzünü divana buldum. Akli huşumdan begana buldum. Mashrabga mayxun kim bo'ldi maysun? Machidim asman mayxona buldum. Mayxona buldum. Mayxona buldum. Mayxona buldum. Ben mayxona buldum. Ay gördüm yüzünü divana buldum. Akli huşumdan begana buldum. Gördüm yüzünü divana buldum. Akli huşumdan begana buldum. Begana buldum. Begana buldum. Rahmat, salomat bo'ling, tashakkur aytib qolamiz. Ajoyib ijro uchun tashakkur. Joyingizni egallab olishingiz mumkin. Aziz do'stlar, eslatib o'taman, siz Nurafshon TVda Yurakdan kuylayman dasturini jonli efirda tomosha qilyapsiz va bemalol Telegram manzilimizga nomalarni, tilaklarini va mana shu ijrolarga baholarni qolaversa 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan tabriklaringiz bo'lsa yo'llashingiz mumkin. Biz ularni imkon qadar o'z vaqtida o'z egalari tomonidan o'qib eshittirishga harakat qilamiz. Azamat ismli yurtdoshimiz, sozandamiz, mahoratli gitarist. Assalomu alaykum, Xormeyla Shomurod aka. Omad o'zgartirib yuborsiz-ku ko'rsatuvni deb yozibdilar. Ko'rsatuv o'zgargani yo'q, faqatgina bu gal bayram bo'lgani sababli ayollarimizni taklif etdik. Ayollarimiz uchun biz harakat qilyapmiz va ularning ko'nglini ko'tarishga imkon qadar bel bog'laganmiz. Buni uddasidan ozgina bo'lsa chiqyapman-ku, to'g'rimi?
Davom etamiz. Sevaraxon Jo'rayevaga yana bir bor mikrofon tutgan bo'lardik. Bugun qaysidir ma'noda qo'shiqlar aytish, xonanda bo'lish osonlashib ketdi-da. Shunga sizning fikringiz qanday? Qo'shiq yaratish oson bo'lib ketdi bugun. Qo'shiq yaratish to'g'ri juda ham oson bo'lib ketdi, sababi internetlar rivojlandi. Lekin baribir qo'shiq bilan qo'shiqning farqi bor-da. Baribir mana maqom asarlari hech qachon o'lmaydi. Mana ustozlar, ko'plab ustozlar tarafdan milliy estrada yo'nalishida qo'shiqlar ijro etiladi. Ma'noli qo'shiqlar. Hozir ko'plab qo'shiqlarni she'rga ham ko'p e'tibor berishmayapti. Yoshlar yengil qo'shiqlarga ko'proq talab bo'lyapti. Lekin baribir hozirda maqom qo'shiqlarni ham ko'pchilik eshityapti baribir. Albatta, chunki yana shu qo'shiqlarga talab kuchayapti demoqchiman. Yurtboshimiz tomonidan Yurtboshimiz tomonidan ham maqom san'atiga juda ham katta e'tibor qaratildi. Maqomni o'zini alohida katta oliygohlari ochildi, maqom maktablari va mahallalarda ham hattoki mana shu to'garaklar joriy etildi. Unda iste'dod egalari topilyapti. Oson bo'lib ketdi deganimning sababi boshqa soha vakillari ham bugun havasga qo'shiqlar kuylab yotibdi. Bu menimcha sizlarni ozgina bo'lsa-da rashkingizni keltirsa kerak shu sohani mutaxassisi sifatida. To'g'ri? To'g'ri. Baribir endi biz shu sohada o'qidik. Ularni hech tutib, to'g'ri ish qil, sen g'alati ish qilyapsan degan vaziyatlar ham endi bizga emas, ustozlar aytsa endi yarashadi. Biz endi o'sib kelayotgan yosh avlod. Lekin qizg'onish tuyg'usi o'tadi. Albatta, shu sohada o'qib, mehnat qilib, ustozlardan o'rgandik. Lekin hozir biz ham ijod qilyapmiz, lekin yengil ashulalar ommaga tez chiqib ketyapti-da. Va tez so'nyapti. Tez so'nadi ham. Avvallari o'sha qo'shiq yaratishda she'r olinardi. She'rni u bir shoir yozsa, ilhom kelganda ijod qilib yozsa, u bastakorga olib borilib, u bastalanardi-da. Hozir ba'zi hollarda aksi bo'lyapti, musiqa tayyorlanyapti-da, musiqaga mos she'r qidirilyapti. Yana menimcha shu yerda xato bo'lyaptimi? Qanday fikrdasiz? Albatta. Shu yerda. Birinchi o'rinda baribir so'ziga e'tibor berish kerak. So'z birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Ha, shunday mana shunday o'zlarini shaxsiy fikrlarini yo'lladilar Sevaraxon Jo'rayeva va navbatdagi taronani tinglashga tayyormisiz? Biz esa hozir uni hozirimiz kuydirgi qo'shig'i bor. Bu kimlarga atalgan endi bu qo'shiq? Kuydirgi qo'shig'i o'zim juda ham yaxshi ko'rib ijro qilaman. Ustoz san'atkor biz uchun Malika Egamberdiyeva ustozimiz qo'shiqlari yaxshi ko'rib o'zlaridan so'ragan holda aytganman. Hozir shuni ijro qilib beraman. O'zlaridan so'raganlar muhim do'stlar, ruxsat olib keyin ijro qilyaptilar. Tinglab siz ham baho berishingiz mumkin. Sevara Jo'rayevadan kuydirgi taronasi davom etamiz do'stlar, marhamat. Kuydirgi xorazmli kuydirgi bir yig'latib bir kuldirib ahmanidim suydirdi. Kuydirgi xorazmli kuydirgi sog'intirib azob berib jonimdan do'ydirdi.
Rahmat, salomat bo'ling, kayfiyatlarni ko'tardingiz. Menimcha raqsga tushganlar ham bo'ldi. Ekran ortida barchaga yana bir bora 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami muborak bo'lsin deb qolamiz. Ayollarimiz hamisha quvonchdan, baxtdan gullab, yashnab, mazza qilib yashab yuravering, shunday bir she'r bor edi. Mazza qilib, semirib yashasin ayol deydi-ku, lekin semirmasin, shu semirmasdan hamma narsani me'yorida iste'mol qilib, mazza qilib yashasin. Mana shu tarafiga qo'shilamiz aziz ayollarimizni. Sevaraxon, qaysi mavzularda ko'proq kuylagingiz keladi-yu, qaysi mavzularga umuman qo'l urishni istamaysiz? Har xil mavzularda aytamiz endi baribir qo'shiqlarni. Asosan ota-ona haqida qo'shiqlar, sevgi haqida ham bor. Do'st haqida ham, endi har xil yo'nalishlarda, har xil mavzularda ijro qilamiz. Yigit xonandalarimiz, erkaklarimiz ayollarning ismiga, deyarli hamma ayollarning ismiga qo'shiq aytishgan. Laylo deymizmi, Gulnora, hammasiga aytilgandi, lekin mana shu bir savol meni miyamda uzoq yillardan beri aylanadi. Nega ayollarimiz erkaklarning ismiga qo'shiq aytmagan? Nega javob bo'lmagan? Feruzaxon, siz nima deysiz? Fikringiz bor menimcha. Erkaklarimiz ayollarimizni sevadi. Ayollar Ayollarimiz ham sevmaydi. erkaklarni sevadi, lekin ayollarimizda ibo, hayo degan narsalar bor. O'shaning uchun ham menimcha otini, ismini aytib qo'shiq aytish menimcha sal ibodan desa kerak-da. Pul haqida aytgan qo'shiqlar bor, lekin men Albatta. qidirdim. Pul haqida ayollarimizda bu paytlarda hayo chetga surilib, maqsadga o'tiladi-da, to'g'rimi? Juda ham yaxshi. Muhimi mana shunday ibo, hayoli ayollarimizga ko'z tegmasin deymiz. Rahmat javob uchun. Amalla vaziyatdan chiqdingiz, lekin bu vaziyatga yana qayta solamasiz. Siz boshqa edimi javobingiz? Albatta. Davom etamiz suhbatda. Navbatdagi suhbatdoshimiz o'sha ajoyib ijrolarni taqdim etdingiz, Tanobod qo'shig'ini va mana shu kabi milliy qo'shiqlarimiz uzoq yillardan buyon avloddan avlodga o'tib kelyapti. Bu qo'shiqlarni kuylash qanchalik sizga murakkab yoki oson? Albatta milliy qo'shiqlarimiz, milliy ashulalarimiz, maqomlarimiz juda ham murakkab. Bu ijrolarni menimcha hamma ham qo'lidan kelmasa kerak deb o'ylayman. Maromiga yetkaza olmayman. Albatta, maromiga yetkazib bilish har kimga emas. Avvalo san'atga Alloh bergan iste'dodi bo'lish kerak. Undan tashqari inson mehnat qilish kerak. Va o'sha nima deydi, san'atga bo'lgan mehri nihoyatda ustun bo'lish kerak deb o'ylayman-da. Albatta. Masalan, meni o'zim san'atga kirib kelishimda hech ham xohlamaganman rosti. O'zi aslida bo'lgan. Alloh yuqtirgan, hammamizda ovozimiz bor, Allohga shukr. Lekin men xohlamaganman, chunki endi bizani yoshligimizda ozgina ayollarga qiyinroq bo'lgan, aytganingizdek cheklovlar bo'lgan, odamlar nima derkan degan xayollar bo'lgan bizada. O'shaning uchun lekin menda avvalo mana shu san'atga mehr uyg'onishda onajonim hissalari juda ham katta. Onam juda ham xohlaganlar, yoshliklarida onam o'zlari juda ham bir san'atga ishtiyoqmand inson bo'lganlar. O'shaning uchun menda shu narsani namoyon qilish istaganlar. Shu uchun menimcha shu san'atga kirib kelishimizda onajonim juda ham katta rol o'ynaydi. Katta hissalari bor. Bir kam dunyoda ba'zilarni ota-onasi qarshilik qilsa, ba'zilarni ota-onasi sen san'atkor bo'lasan deyapti. Siz lekin xohlamagansiz. Qaysi sohani ushlamoqchi bo'lgansiz? Qaysi sohadan ketmoqchi bo'lgansiz? Men o'zi aslida o'sha maktabni bitirib, birinchi meditsina sohasiga topshirganman. Tibbiyot sohasiga topshirganman. Lekin baribir onajonim xohlamaganlar. O'sha mehr baribir kuchlilik qilgan deb o'ylayman-da san'atga nisbatan. Allohning inoyati bilan baribir aylanib shu san'at ichiga kirib qoldik. Avlodda qachonlardir bo'lganmi san'atkor? Qayerdan bunaqa muhabbat paydo bo'lgan oyijoningizda? Onam tomonidan bilmadim, lekin anig'ini rosti onamda bo'lgan, lekin san'at Iste'dodlari bor. Iste'dodlari o'ta kuchli, hozirgacha ham. Dadam tomonidan ham albatta amakilarim ijro qilishadi. Rahmatli amakim borlar, o'sha Oxinjon Madaliyev qo'shiqlaridan kuylab, o'sha xalq xizmatlarida yurganlar. Baribir o'sha ota avloddan ham, ona avloddan ham o'tganda, qondan o'tgan albatta. Iste'dod mana shunday narsa avloddan avlodga baribir o'tadi. O'zi
Kunlardan bir kun namoyon etadi qaysidir avlodga yetib kelganda biz ko'rdik, tingladik, sizni ajoyib ovoz sohibatsiz va sahnaga chorlab qolamiz. Sizdan endi o'sha boya aytilish kerak bo'lgan qo'shiq hozir ijro etiladi. Boshdagi ro'mol taronasi Dildoraxonim Esonaliyevadan barchani maza qilib tinglashga chaqirib qolgan bo'lardik. Marhamat do'stlar. Boshdagi ro'moli bo'lsam, tursa janon uyqudan. Boshdagi ro'moli bo'lsam, tursa janon uyqudan. Surma bo'lsam ko'ziga ey, tebransam uchgan uyqudan. Surma bo'lsam ko'ziga ey, tebransam uchgan uyqudan. Ko'zlari uyqudalar, kulgiga moyil suqdan. Ko'zlari uyqudalar, kulgiga moyil suqdan. Bir boqib lazzat olurman ushbu yolg'on uyqudan. Bir boqib lazzat olurman ushbu yolg'on uyqudan. Hay tul yarim, ma turmasam, noz uyqudan dilbargina ey. Kunlarim ma turmasam, noz uyqudan dilbargina ey. Rostinam chusti bilan ey, katta doston uyqudan. Rostinam chusti bilan ey, katta doston uyqudan. Boshdagi ro'moli bo'lsam, tursa janon uyqudan. Boshdagi ro'moli bo'lsam, tursa janon uyqudan. Surma bo'lsam ko'ziga ey, tebransam uchgan uyqudan. Surma bo'lsam ko'ziga ey, tebransam uchgan uyqudan. Tursa janon uyqudan, tebransam uchgan uyqudan. Rahmat, tashakkur aytib qolamiz ajoyib ijro uchun. Aziz do'stlar, davom etamiz dasturimizda va bizga Telegram manzilimizga kelib tushgan nomalar bor. Ularni imkon qadar mana shu daqiqalarda o'qib eshittirishni ixtiyor qildim. Assalomu alaykum erkaklar nomidan hurmatli ayollarimizni 8-mart ayollarimiz bayrami bilan tabriklaymiz. Butun O'zbekiston ayollarini debdilar. Biz ham siz nomingizdan qolaversa o'zimiz nomimizdan chin ko'ngildan muborakbod etamiz. Bayram muborak bo'lsin va ayollarimiz choylaridan qo'yib, haqiqatda to'g'ri ish qilyapsiz hozir. Choylaridan qo'yib ichinglar mumkin. Puli to'langan muhim olinglar, bemalol iste'mol qilishinglar mumkin. Davom etaman tabriklarni o'qishda. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisiz? Bugun Azamatiga gitarist yo'q ekanda, kimga salom yo'llashni bilmayapman. Ular bu yerda bo'lmasalarda bizni jonli efirni uylarida o'tirgan holda tomosha qilyaptilar. Bemalol salomlarni yo'llasangiz qabul etadilar. Omad ishtirokchilariga bayram bilan tabriklab qo'ying. Imkon bo'lsa, birinchi bo'lib Azamat ismiga qo'shiqlar tayyorlashsin deyishibdi. Mana erkaklardan takliflar kelyapti. Azamat ismiga
qo'shiqlar tayyorlasangiz menimcha trendga chiqib ketadi mana shu qo'shiqlar deymiz. Mana shu kabi nomalar kelib tushgan bizga. Assalomu alaykum. Men Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanidan oilamni va onamni, Sohiba opachamni, ayolim Nigora va qizlarimni 8-mart bilan tabriklayman deya yurtdoshimiz nomalarga yakun yasabdilar. Biz ham oila a'zolaringizni chin ko'ngildan muborakbod etamiz. Ularning baxtiga va sizning baxtingizga sog' salomat bo'lishsin. Mana shu kabi go'zal onlar ko'p bo'laversin. Ularni betoblik hech ham bezovta qilmasin. Salomatlik har doim ular bilan yonma-yon bo'lsin degan nomalarni yakun yasabdilar. Biz ham tilakdoshimiz mana shu kabi eng go'zal iliq nomalarga davom etamiz suhbatlarda. Feruzaxon Ro'ziyeva bugun faolsiz suhbatlarda. Juda ham faol javob beryapsiz. Sizni yana suhbatga tortamiz. Kelajakda qanday bir rejalar bor? Nimalar qilmoqchisiz? Ijodda qanday burilishlar bilan hammani muxlislaringizni, tinglovchilarni lol qoldirmoqchisiz? Yo hali o'ylab ko'rmadingizmi? Hozir boshladingiz, menimcha o'ylashdan nima qilsam ekan deb. Ya, hammani ham rejalari bo'ladi. Aha, Hammani ham orzulari bo'ladi. albatta. Maqsadlari bo'ladi. Meni ham shunga yarasha orzularim bor. Armonlarim ham bor. Mayli, endi o'tib ketdi. Onajonim ko'rishlarini istardim. Mana shuni televideniyalarda, katta-katta sahnalarda. Mana shu 8-mart bayramida qani edi? Ekran ortida meni ko'rib turganlarida edi. Hozir bilmaysiz quvonchdan qancha yig'lardilar deyman-da. Oxiratlari obod bo'lsin. Bu kunlarga kelishimni to'g'ri, boshida qarshiliklar bo'ldi, boshqa bo'ldi, lekin baribir san'atim, sevgim yengib chiqdiki, onam shunchalik darajaga xohladilar meni. O'sha oxirgi daqiqalarda juda ko'p xohladilar. Rosa seni ko'rgim keladi shunaqa katta sahnalarda. Inshaalloh, mayli endi. Onajonimning umrlarini dadajonimga bergan bo'lsin Allohim. Balkim dadam ko'rarlar. Hozir ko'ryaptilar ekran ortida. Onajonga qaysi so'zlarni kam aytdim deb o'ylaysiz? Yuragimdagi yaralarimni yangilab qo'yasiz-da hozir. Ha, mayli. O'sha yangilayapsiz. Bayram arafasida sizdan shu yig'latish niyatimiz yo'q. Yig'lamayman. Bugun va'da berib kelganman o'zimga. Yig'lamayman deb. Lekin uyimda akalarim, apalarim, opalarim, dadam, hozir o'sha rahmatli ammam aytib ketganda, endi vasiyat qilib ketgan. Iltimos, shunga yo'l beringlar. Shunchalik. Keyin onam shunaqa jon kuydirib qoldilar oxirgi paytlar. Ana endi hozir uydagilar hammasi meni intiqlik bilan kutadi-da, sahnalarga chiqishimni. Ishoning? Balki hozir tomosha qilishyapti sizni habarchilar. Tomosha qilishyapti. Allohga behisob shukr deyman. Nihoyat yetdim shu orzularimga. Bu kichkinasi hali. Albatta, boshlanishi bu. Da, boshlanishi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan xalq artistlari unvonlarini olib, ustozlarimizni yuzlarini yorug' qilish meni maqsadim. Chunki meni Sohibjon Niyozov bu yerga olib keldi ishonch bilan. Olib keldilar. Demoqchi bo'lganimki, ota-ona farzandni ko'kdan yerga olib tushar ekanda. Ustoz esa yerdan ko'kka ko'tarar ekanda. Albatta. Shu kunlarni meni ustozim ko'rsinlar. Meni dadajonim ko'rsinlar. Qarindoshlarim ko'rsin. Juda ham rostdan-da shunaqangi darajaga ilhomlanib ketaman-da, bunaqa gaplarni gapirish men uchun juda qiyin aslida. Lekin gapirmasam bo'lmaydi. Albatta. Bu bilmayman, san'atga sevgi o'zi aslida ovoz Qur'onni qiroat qilish uchun berilgan deyshadi. Inshaalloh uni ham boshlaymiz. Albatta. Alloh yo'l bersa, inshaalloh uni ham boshlaymiz. Albatta. Lekin san'atga sevgi menimcha meni o'lganimda qolsa kerak. Bilmadim nimaga. Shunchalik darajaga qayerga borsam, tekinga, to'yga borsam ham men roziman. Ishonasizmi shunchalik daraja? Juda yaxshi ko'raman. Nimagaligini bilmayman.
Alloh yuqtirgan Kasbga bo'lgani shu bo'lgan bo'lsa kerak. muhabbat mana shuda kasbga Ha, inson muhabbat kasbini shu bo'lsa sevsa, agar sevgan sohasida ishlasa, u ishlamaydi, u yerda yashaydi deydi. Bugun siz yashayapsiz. Shu. Mani hozir kasbdoshlarim mani oilam bular. Albatta. Singlim. Ustozim otam. Soyibjon Niyozov mani otam desam bo'ladi. Va undan tashqari aka-ukalarim bor. Hammasi mani oilam ular. Men уже shu yerga baxshida qilganman, nimagaligini bilmayman. Aziz do'stlar, dasturimiz davom etadi. Barchaga xayrli oqshom tilagan holda dam olish kunlaringiz maroqli o'tsin deyman. Siz Nurafshon TVda Yurakdan kuylayman dasturini tomosha qilyapsiz. Bugungi mehmonlarimiz Toshkent viloyatining maqom ansambli mahoratli xonandalari, go'zal ovoz sohibalari mehmon bo'lishyapti. Sevara Jo'rayevaga yana yuzlanamiz. Ustozlar ijodidan ko'plab kuylaysiz. Ustozlar san'atiga, ijodiga qo'l urasiz. Aynan ular orasida Griya taronasi ham, asari ham bor. Mana shu haqida ozgina aytib bersangiz. Bolaligimdan maqom qo'shiqlarini eshitmasdim, lekin ko'plab ustoz san'atkorlarning qo'shiqlarini eshitardim. Sababi meni ham shu san'atga muhabbatim onam uyg'otganlar va o'sha maktab paytlarida ustoz O'zbekiston xalq artisti Zulayho opa Boyxonovaning qo'shiqlarini eshittirib, shu san'atga muhabbatimni uyg'otganlar. Shu sababli shu Zulayho opa yuragimda qolgan deydi-ku, o'shaning uchun ularni bir shu Griya nomli qo'shiqlarini sevib ijro qilganman. Ko'plab ustozlarim bor, ularni ham aytib o'tsam, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sharq bulbuli Nasiba Sattorovada 9 yildan oshiq tahsil olganman va Yunus Rajabiy O'zbek milliy maqom san'at institutida Komil opa Bo'riyevalardan maqom sirlarini o'rganib keldim. Lekin hozirda maqom yo'nalishida emas, mana shu Zulayho Boyxonovani shu bolaligimga qaytgan holda Griya nomli qo'shiqni ijro qilib bermoqchiman. Biz ham sizni bolaligingizga qaytishni istagidamiz. Biz uchun ham qiziq bo'ladi. Marhamat, sahnamiz siz uchun muntazir. Aziz do'stlar, Sevara Jo'rayevadan ustozlar qo'shig'i Griya taronasini ular ijrosida tinglab baho berishimiz mumkin bo'ladi. Marhamat. Ko'rsatib avval o'zingga bandalar qilding, yana ko'nglim olib yuz noz birla xandalar qilding. Jamoling partabin solib ajoyib jilvalar qilding. Masixdek bir boqishda murda jismim zindalar qilding. Senga men men sening yoring bo'lurman deb tikandek suhbatingda bir guli noring bo'lurman deb jafoni senga ozaylab vafodoring bo'lurman deb umidim ko'p edi yolg'iz xaridoring bo'lurman deb ajabkim xalq ichida bu havas deb shikvalar qildi.
Tashakkur aytib qolamiz. Ofarin. Lol qolyapmiz bu ijrolarni eshitib, omadlar yor bo'lsin deymiz. O'zbekimiz mana shunday san'atsevar va san'atkorlarga boy xalq, millat desak bo'ladi. Mana shunday millat bilan har birimiz faxrlanamiz. Hozir qaynoqona kelib tushgan tabriklar, nomalar bor. Assalomu alaykum. Nurafshon TV jamoasi, efirlaringizga omad. Shu efirda ishtirok etayotgan ayollarni 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan tabriklaymiz debdilar. Shu bilan birga onamni, opamni va singlimni bayram bilan tabriklayman. Baxtimga sog' omon bo'lsinlar, ularni yaxshi ko'raman deya Mirjalol ismli yurtdoshimiz tabriklarga yakun yasabdilar. Mana shu nomalarga biz ham qo'shilamiz. E'tibor uchun rahmat, bizni kuzatishda davom eting. Gulnoza ismli yurtdoshimiz yozyaptilar. Assalomu alaykum. Bugungi xonanda qizlar ijodlariga gap yo'q. Omadlar yor bo'lsin debdilar. Mana muxlislar soni ortyapti, kengayapti desak bo'ladi. Har biringizning ijodingizga faqatgina omadlar yor bo'lsin deymiz. Mana shu daqiqalarda hozir shunday imkoniyat beraman. Tabriklar, tilaklar bo'lsa, oila a'zolariga, yaqinlarga hech ayta olmayotgan so'zlaringizni mana shu efir orqali aytish imkoniga egasiz. Feruzaxon, kimdan boshlaymiz? Sizdan boshlaymiz. Qani marhamat, Dildoraxon Esonaliyevadan yurakda asrab qo'ygan, ayta olmayotgan so'zlarni bugun ayting, qani nima bo'lar ekan? Yuqorida o'tib aytib o'tganimdek, barcha xotin-qizlarimizni 8-mart xalqaro bayram bilan tabriklab qolamiz. Shular qatorida o'zimni onajonim, ilohim umrlari uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'lsinlar har doim. Bizni baxtimizni, rohatimizni ko'rib yurishliklarini Allohdan so'rab qolaman. Qolaversa, ikkitagina opajonim bor. Opalarimni ham ilohim umrlari uzoq bo'lsin, baxtli bo'lishsin. Shular qatorida yana bir o'zimni ikkinchi onam, ya'ni qaynona onajonimni ham tabriklab qolaman. Ilohim chin yurakdan bo'lsin lekin. Albatta, yo'q. Albatta. Ilohim bizani baxtimizni ko'rib yursinlar, ular ham singillarim, Maftunam, ovsinim, jannatim ovsinim. Ana, ajoyib tendensiyalar kirgan ekan. Jannatim ovsinim. Har doim bizni jannatim bojam bo'lardi-da, sizlarda ham bor ekan bu, yaxshi davom etamiz. Albatta. Har doim sog' salomat yurishsin, chiroyli bo'lib, baxtli yashashsin. Har doim hayotdan rohat olib, farzandlarini rohatini ko'rib yurishlikni Allohdan barcha ayollarga, barcha o'zimning yaqinlarimga tilab qolaman. Rahmat aytamiz. Mana shu barcha yo'llangan tilaklar sizga ham hamroh bo'lsin. Hayot yo'lingiz porloq, ijodiy yo'lingiz hamisha farovon bo'lsin. Marhamat, Sevaraxondan ham tilaklar, nomalar bo'lsa yaqinlariga aytishingiz mumkin. Shu fursatdan foydalanib, barcha yurtimizni go'zal ayol qizlarini kirib kelayotgan Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan tabriklayman va shu o'rinda uzoqroqda hozirda onajonimni ham tabriklayman, xolalarim, o'zim yaqin qarindoshlarimni. Barchalari sog' bo'lsin, hech qachon yomon kunlarni ko'rmasin, faqat baxtdan porlab yurishsin. Doim baxtimizga sog' bo'lishsin. Ko'rsatuvimiz ma'qulmi? Qiynab qo'ymadingmi sizlarni? Yo'q. Baribir o'sha kelganingizda har biringizni ko'rdim, ozgina qo'rquv bor edi. Nima bo'lar ekan? Qanday ko'rsatuv ekan? Baribir jonli efir, mas'uliyati bor, qo'rquv bo'ladi albatta. Muhimi ma'qul. Ma'qul. Tashakkur aytamiz sizga ham, tabriklab qolamiz sizni ham bayram bilan. Ana endi Feruzaxon Ro'ziyevaga so'z beramiz, marhamat. Dildagi o'sha gaplarni bir ayting qani. Bugun Feruzaxon Ro'ziyeva konsert dasturi bo'ldi. Feruzaxon Ro'ziyeva avjiga chiqdi deydi-ku, shunday bo'ldi. Marhamat. Fursatdan foydalangan holda yurtdoshlarimiz, hamma bizni tomosha qilib turgan barcha yigit qizlarimiz sog' salomat bo'lsin. Vatanimiz tinch bo'lsin. Ilohim onajonlarimiz baxtimizga sog' bo'lsin. Onajonlarimiz borki, bu hayotni beshigini onajonlarimiz tebratadi. Shuning uchun 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan barcha onajonlarimizni, qolaversa o'zimni yaqinlarim, ikkita opam bor meni ham, amakilarimni, tog'alarimni ayollari, akalarimni ayollari, hammalarini birgalikda tabriklagan holda oilalariga tinchlik, xotirjamlik, huzur, halovat, rohat, farog'at tilab qolaman. Ilohim farzandlar ardog'ida bo'lib yurishlik nasib ro'z aylasin. Ilohim hammamizni xonadonlarimizda shunaqangi katta to'ylar bo'lsinki,
to'ylarda mana shunday chiroyli qizlarimiz birgalikda borib, Yashang. tanovorlar aytishlik, birgalikda Xudo xolasa to'ylar muborak qo'shiqlarni kuylashlik nasib ro'z aylasin. Ilohim oilalarimiz tinch bo'lsin. Shu fursatdan foydalangan holda dada, men juda ham sizni yaxshi ko'raman, dadajon. Tanijoningiz ilohim sog' bo'lsin, baxtimizga hamisha savlat to'kib yuring ilohim. Navqiron yuring har doim. Biz sizdan ilhom olib yashaylik. Biz sizdan shunchalik darajaga mehr ko'rib katta bo'ldik, Xudoga behisob shukr. Hamisha umringiz uzoq bo'lsin. Men sizni yaxshi ko'raman, dada. Dunyolarga alishmayman siz, dadajon. Rahmat hammalaringizga. Olqishlab qo'yamiz otalarni, ota-onasini so'zlagan farzandlardan Alloh rozi bo'lsin deymiz. Ushalmagan orzularingiz hammasi ushalib, o'zingiz o'ylagan darajadan-da yuqoriga chiqishingizni tilakdoshimiz. Hamisha omad yor bo'lsin deb qolamiz. Marhamat, Gulbahor Asanova sizda ham tilaklar bo'lsa kerak, menimcha ularni ham o'z egalariga yo'llang. Rahmat. Yana bir bor mana bayram bilan ayollarimizni go'zal va chiroyli, betakror bo'lgan ayollarimizni tabriklayman. Shu fursatdan foydalanib mana men ham o'z yaqinlarimni, hozirda mana kuzatib turgan barcha qarindoshlarimni hamda onajonimni, dadajonim, ukajonim Odilbek va kelinimiz Saboxonlarga salom yo'llab qolaman. Ularga doim sog'lik, salomatlik tilayman. Avvalambor dunyomiz tinch bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Tinchlik bo'lsa, hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi ko'ngildagidek bo'ladi, albatta. Shu barchaga tinchlik, sog'lik tilayman. Bayram hammaga muborak bo'lsin. Shu, Xudo xolasa. Rahmat aytamiz sizga ham, bayram muborak bo'lsin. Mana shu arzimas bo'lsa-da gullarimizni qabul etasiz. Yaqinlashib kelayotgan 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami muborak bo'lsin. Feruzaxon Ro'ziyevaga gul ozgina hijolat bo'lyapti. Mendan ham go'zali bor ekan bu dunyoda deyapti-ku. Bayramingiz muborak bo'lsin va bu hali hammasi emas. Toshkent viloyati maqom ansambli erkak yigit xonandalar nomidan bir kutilmagan sovg'a bor. Mana shu sovg'ani qabul etgansiz. Marhamat. Sherali Ro'ziboyevni sahnaga chorlab qolamiz. Qani marhamat. Barchadan chorlaymiz. Qani marhamat. Oshiqlaring poyingga gul otib ham bo'ldi. Xilvatlarda labingdan bol totib ham bo'ldi. Va bu haqda kimlargadir sotib ham bo'ldi. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Yor uyida mohirasan necha zamonlar. Yaxshini ham yomon deydi o'zi yomonlar. Yolg'onligi oshkor bo'lar bir kun gumonlar. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. 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 Sen opasan, sen singilsan, yo mehribon qiz. Ibolisan, hayolisan, mudom yorug' yuz. Shunday go'zal zebolarga ta'zimdadirmiz. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen onasan, parvonasan, go'dakkinangga. O'g'ilni qiz farzand bersin etakkinangga. Goh onangning so'zi
botar yurak kinanga. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. 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 Asli bu bog' yirmaklarning borar yeri sen. Rosti yolg'on ertaklarning borar yeri sen. Asov oddik erkaklarning borar yeri sen. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. 40 ta joni bor deb gohi qarolmaganmiz. Goh olisda yurib holing so'rolmaganmiz. Yor bo'liblik gohi do'sting bo'lolmaganmiz. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. 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 Gap bo'lishi mumkin emas. Aynan mana shu maqom ansamblining mahoratli xonandasi Sherali Ro'ziboyev janoblari xush kelibsiz va efir so'ngida hamkasblarga, ularga tabriklar bo'lsin, marhamat Sherali aka. Avvalambor assalomu alaykum deymiz. Ushbu ko'rsatuvni tomosha qilib turgan yurtdoshlarimiz, televideniye orqasida o'tirgan yurtdoshlarimiz hammalariga salom aytamiz. Mana ertaga Xudo xolasa 8-mart ayollarimizni bayramlari. Shu munosabat bilan endi birinchi o'rinda onamga tabrik yo'llayman. Marhamat. Onajonim tabriklari ki turmush o'rtoqlarimiz, singillarimiz, mana ishxonamizda birga ishlaydigan mana go'zal opa singillarimiz, hammalaringni bayramlaring bilan tabriklaymiz. Hamisha kulib yuringlar, ochilib yuringlar. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shomurod aka, sizga ham rahmat Sizga ham tashakkur aytamiz. Yo'q demasdan kelganingiz uchun. Aziz do'stlar, mana shunday ko'tarinki kayfiyatda dasturimiz o'z nihoyasi tomon yaqinlashib bormoqda ekan. Yana bir bor barcha butun dunyo ayollarini bayram bilan muborakbod etamiz. Jumladan shogirdim Farangizxonni ham bayram bilan chin ko'ngildan muborakbod etaman. Dam olish kunlaringiz, bayramlaringiz maroqli o'tsin. Keyingi diydor qadar omon bo'ling do'stlar. Xayr.